Assalomu alaykum. Akalar 1 minut 30 metr yo'lda ertalabda zo'r video qildik. Ertalabda juda ham kayfiyatlarim ko'tarildi. Sababi Andijondan ikkita mashina Damas kelishdi. Akalarimiz ikkovlari ham polni hadovoy qildirib, rullarni yengil qildirgan kelishibdi. Xudo xolasa ikkovlarini ham mashinalarini cho'tki qilib, chiroyli qilib beramiz, bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Akalarimiz chetdalar ikkovlari ham cho'tki qilib beramiz, mashinalarni bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Birga tomosha qilamiz. Ketdik. Akalar boshlagan mashinalarimiz tayyor bo'ldi. Ikkovini ham rula bitirdik. Bittalarniki polni hadovoy qildik. Mana mayatnik, rulovoy, hamma yo'qlarni boshqa qo'yib, amortizatorlargacha qo'yib, cho'tki qilib berdik. Ikkinchi mashinamiz ham mana shu yerda turishibdi. Tayyor mashinamiz ham. Akalarimiz chetdalar. Hozir ikkovlari haydab ko'rishadi. Bitta baho berishadi. Ketdi. Akalarimiz yurib keldilar. Andijondan kelgan akalarimiz. Mana ikkov mashina ham tayyor bo'ldi. Hozir o'zlaridan bitta so'raymiz, xudo xolasa. Aka, mashina qalay bo'libdi? Mashina zo'r chiqibdi aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ma'qulmi aka? Zo'r. Andijondan keldingiz aka? Andijonda Xo'jobod rayonidan keldik. Aka, shuncha yo'l bosib kelganingizga arzidami ishimiz aka? Arzida zo'r chiqibdi aka. Joningiz sog' bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Akam, sizniki qalay bo'libdi mashina? Aka, zo'r chiqibdi, gap yo'q. Tavsiya qilamiz boshqalar kelishiga, podpischilaringiz kelsin, bizga o'xshab chiroyli qilib kelsin mashinani. Zo'r Joningiz sog' bo'lsin. arziydi. Xursandmisiz aka? Xursandmiz aka. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa bugun bir barakaga ikkita Damas akamizni xursand qildik. Qolganlar ham kelsin, zo'rla qilib beramiz. Mana shunday xursand bo'lib ketasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida, nomerlar qoldiramiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.